Amir avtosavdoda arzonga 2015-yil Lux konditsioner 1.6 Nexia 2 mashinamiz ko'rishingiz mumkin. Mashinamizning kraskalari absolutni top-toza, 142 ming kilometr masofani bosayotgan. Oldiga qimmat labo'ylar, LED faralar qo'yilgan. To'rtta yaxshi toza archa bo'laklar qo'yib qo'yishdi, yangiday holatda. Mashinamiz tanroq ruxsatnomasi tugab bo'lgan ekan. Salon qismlari yaxshi chexolga kiydirilgan, ko'rik-ko'rik tashalgan, lasetti rollar, tablolar terilgan, 142 ming kilometr masofani bosayotgan. Texnik holatda hech qanaqa rasxodlari yo'q. Metan gazda ustanovka bo'lgan. Mashinaning tashqi ko'rinishida qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Orqa ko'rinishini ham ko'rishingiz mumkin. Mashina juda chiroyli holatda bo'lib turibdi. Motor, korobka, hadovoy hech nima rasxodi yo'q dedilar. Minish uchun tayyor holatda ekan. Bu 2015-yil 1.6 Lux konditsioner mashinamizda narxini egalar bilan tortishib, sizlar mazza qilib haydashingiz uchun $5850 tushirib qo'ydi. Egalar nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin.